skorost mana anaqa tezlashib ketib qoladi, bir to'xtab qoladi. Chevrolet Monza avtomobili. Bular hozir olgan qayta deb programma qidirgan ekanlar, yaxshi harakatlanmayotgan ekan, detonatsiyalar berib, siltalab yuborgan ekan. Kompyuter blokka nastroylar oldik. Hozir buni o'zini chitina qilib, ichini ochib, dabrobotka qilib, obratni o'zini yozib, test drive qilib ko'ramiz. Yo'ldan qo'zg'alib ko'ramiz. Radar bor. Yengil qo'zg'alyapti. Unda bor, qanaqa kim bo'lmayapti, tiq nimadir tiqilyapti-da, bir xil payt qo'zg'alganimda. Bu birda qo'zg'aladi, bitta skorost pastda qo'zg'almasa shunaqa bo'ladi. Tushundingiz? Men xuddi mexanikaga solishtirdim-da. Mexanikada shunaqa bo'ladi. Yurish qanaqa bo'ldi, aka? Zo'rmi? Ko'nglingizdek bo'ldimi? Nima muammo bor o'zi? Skorost alishtirishida muammo bor. Alishayotganda do'qillab almashyapti. Endi zadniyda ham bunaqa bo'lmaydi. Inshaalloh yaxshi bo'ladi. Svetoforim qo'zg'alganda planni qo'zg'alib ko'ramiz bosmasdan. Bosmasdan. Planni almashtirib ko'ramiz.